Mana quyonga sun'iy tug'ruqni amalga oshirishga yordam beradigan oksitotsin dori vositasi 1 milligram bo'ladi. Bu bitta ampula 5 ta quyonga yetadi. Bitta quyonga 0,2 o'tkaziladi. Son mushak ichiga o'sha tug'ish davri o'tib ketgan, tug'ishga qiynalib turgan quyonlarga qilinadi. Shuni hozir yozma ma'lumotini ham tashlayman. Video ma'lumoti shu kanalimizda endi ko'proq ma'lumotlarim lotinchada bo'lgani uchun katta yoshlilar kirilchada o'qar ekan. Shularga kerakli, foydali bo'lishi uchun video ma'lumot ham qilib o'tyapman. Mana oksitotsin odam aplikasidan olinadi. Mana bunday korobkada qadoqlar bo'ladi. Mana juda arzon turadi. Mana shu korobkasi 6000 so'm turadi. Lekin juda katta yordam beradi quyonchilikda.